aka to'xtab turing, shoshilmang dedim. Nimasi yolg'on? Men nimani yolg'on gapiraman? Bergan savolim yolg'onmi yo chiqargan videom yolg'onmi? Men ota-onam nima kulmagan-u, ota-onam doim podдержка qilishgan, lekin boshlayotgan paytda hattoki ayolim, do'stlarim, o'rtoqlarim hamma ustidan kulgan. Aynan blogerlik sohasiga kirganimga 14 yil, bu yil 15-yil bo'lyapti. Mavzudan chetlashmaylik. Siz daromadingizga kelsak, qolib ketadi shu. Bir oylik daromadingiz shu ish faoliyatingiz davomida eng ko'p qancha bo'lgan? Eng ko'pi bir pochkadan ko'p bo'lgan. 10 mingdan ko'p bo'lgan. Eng ko'p topganingiz 10 mingdan ko'p bo'lgan. Endi bir pochkadan ko'p degani hali raqamni o'zlari qo'shib qo'ydi. Yana bu yog'i ham sirda. Bu yog'i ham sir. Obunachini birinchisi 10 mingtasi qiyin deyshadi. Birinchi eng qiyin mingtasi. Keyingi 10 mingta, keyin 100 ming. To'g'risi, ota-onasini umriga jo'natgandan keyin hozir faxrlanib o'g'lim bloger deyshadi. Afsus qilaman bunaqa bo'lib qolganiga. Biz bitta joyda bitta inson aka uchun bittasi birinchisi o'zim boshlasam, Tilla Knopka 1 milliondan oshiq. Tilla Knopka 1 milliondan oshiq obunachisi. 1 million obunachisi borlar. Ikkinchisi simli internetda faqat TASX arzon bo'lardi, qolganda o'tirganingizda simli internetda ham megabayt berilardi. O'sha 2 gigabaytni 4 gigabayt berilardi. 16 yo 14 yoshda boshlagan shu bola. Shu bola ham Rossiyada ishlab, qiynalib shu Rossiyadan ota-onam shu yerda ishlasin. KTV jamoasi bor. Chotki TV butun O'zbekiston taniydi. Chotki TV taniydiganlar bo'lsa, like qo'yib, taniyman deb yozib qo'ying. Kimdir ko'rganmi shu Chotki TVda? Ya'ni oldin 2012-yillar internet juda ham qimmat bo'lgan. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, hurmatli obunachilar. Qudratullo O'z va Oybek Qosimov kanalining qadrli va hurmatli obunachilari. Xudo xolasa bugun mana bizning mehmonimiz Oybek Qosimov ko'p blogerlarning ustozi, ko'pchilik taniydi, hurmatli vatandoshlar. Video davomida sizlarga hozir Oybek akamiz bilan bir qator intervyu qilib beramiz. Blogerlikni boshlash haqida, blogerlikda haqiqatan normal pul topsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Oybek Qosimov hayoti va ijodidan sizlarga hozir qisqacha intervyularni qilib beramiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Yana bir bor va alaykum assalom. Assalomu alaykum qadrdon obunachilar, podpisчиклар, bizani podдержка qilayotganlar, tanjonlaring sog' bo'lsin. Xudo xolasa bugun sizlarga manfaatli podkast bo'ladi degan umiddamiz. Bu sizlarga foydasi tegadigan. Shuning uchun ham обязательно like qo'yib, imkon bo'lsa daftar ruchka o'ylar, chunki berilayotgan savollar hayotingizni 180 gradusga o'zgartirib, balkim daromadingizni yo pulingizni ko'paytirib yuborgan savollar yozib berishgan ekan. Bo'lmasam boshladik hurmatli obunachilar. Qani blogerlikka qiziqadigan obunachilarimiz bo'lsa yoki shaxsiy biznesi borlar bo'lsa, Oybek Qosimov hayoti va ijodidan blogerlikka ozgina bo'lsa ham qiziqishlar bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar, bittadan like deb bosib qo'yinglar. Albatta mehnatimizni qadrlagan holda Oybek akamiz ham hozir Farg'onadan kelyapti, Andijonga. Hozir qisqacha intervyularni qilib beramiz. Bo'lmasam boshladik Oybek aka. Blogerlarda hammasi boymi? Ko'pchilik blogerlarni boy deb o'ylaydi. Shunga nima deysiz? Fikringiz qanaqa sizda? Endi o'zi aslida blogerlik sohasiga kirganda, misol uchun vodiyda, to'g'risini aytib beraylik, vodiyda YouTube'da kanal ochib yurgan insonni bloger deb hisoblashmaydi. Xoh 1 million obunachisi bo'lsa, xoh 300 ming obunachisi bo'lsin. O'zbekiston Respublikasida bloger deb bu Instagramdagi insonni bloger deb hisoblashadi. Buni ko'rgansizlar ham, misol uchun vodiyda juda ko'p blogerlar bor, har xil sohada blogerlar bor. Aksariyat hammasini hech kim bloger deb hisoblamaydi. Ular Instagramda rivojlanib ketsa, Instagramda 100 ming obunachisi bo'lsa ham bloger hisoblanadi. Chunki nimaga? Asosan Toshkent Instagramda yuradi, vodiy YouTube'da yuradi. Buning ham o'zining sababi bor. Qiziq bo'lsa aytib ketamiz uni ham o'rtada. Boylikka tegishli kelganda, alhamdulillah, bizni Toshkentlik blogerlar endi normalniy pul topadi. Vodiylik blogerlar ham oyiga misol uchun eng kamida eplamayapman degan bloger ham oyiga $1000 ko'p pul topadi. Bir yil faoliyat qilganlar kamida? Yo'q. Bir oyda $1000 ko'p topgan bo'ladi. Yiliga bu 12 ming, 15 ming, 20 ming dollar topadi. Sizni shogirdlaringiz bor, shularda eng kattalari qaysi va qanchadan topadi? Shuni ham aytib o'tsangiz, endi obunachilarga asosiysi daromadda, blogerlikdan ko'pchilik daromadga qiziqib boshlaydi, shuni hisobiga aytib o'tsangiz. Endi menda 6 yilda, 5 yil, pashti 6 yilcha bo'lib qoldi. 6 yildan beri shu Insta blogerlik, internetda blogerlik, YouTube blogerlik. YouTube'da asosiy kursimiz nomi biznes blogerlik. Biznes blogerlik kursimizda 1000 tadan oshiq odam chiqqan. Hamma ham muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Bizni ham nima deydi, blogerlik kursimiz xuddi maktabga o'xshaydi. Maktabda 30 odam o'qisa, shundan 20% muvaffaqiyatli insonlar bo'lib, taniqli insonlar bo'ladi. Harakat zo'rlar. 20% umuman bir tiyinli foyda olmay orqa partada qolib umrini o'shda o'tib ketib, o'shda qolib ketadi. Qolganlar o'rta hol.
Bizda ham xuddi shu 20% shogirdlarimiz bor. Pashti kerak bo'lsa bizdan ham ko'p odam ular taniydi. 20% shogirdlar bilan umuman вообще yo'q bo'lib ketishgan, foyda ham olishmagan kursimizda. Vazifani bajarmagan. Ikkichilar boshqacha qilib aytganda, o'rtoq Qiziqishi bo'lmaganlar, harakati bo'lmaganlar. kursga to'lov qilishgan, qiziqishi olmaganlar. Harakati Endi- bo'lmasa, любой ishni ham menimcha o'zi eplab ketish qiyin bo'lsa kerak. Ko'ngli shunday. bo'lmasa, ishga muhabbat bo'lmasa, Qat'iyatli bolalarda misol uchun nimasi muvaffaqiyat yaxshiroq. Birinchi qat'iyatli kerak, ikkinchisi orqada majburiyat. majburiyat. Qandaydir majburiyat. O'sha majburiyat misol uchun nimani odamni nima deydi harakatlantiradi. Shogirdlar bor, misol uchun men o'zim sanaganimda taxminan 6 ta o'zimni knopka bilan hisoblaganimda 6 ta tilla knopkaga ega bizlarning jamoat. Men jamoat Sizni deyman. shogirdlaringizdan Umumiy oltitasi bizda jamoa knopkaga. deymiz. Bular misol uchun bittasi birinchisi o'zim boshlasam tilla knopkada 1 milliondan oshiq. Tilla knopka 1 milliondan oshiq obunachisi. 1 million obunachisi borlar. Ikkinchisi misol bozor olami. Namanganlik akamiz, ha? Namanganlik akamiz. Keyin hozir mana yana ijodga qaytishni boshladi. Eng sho'x, eng haligi nima deydi, shogirdlardan Uzabzor. Uzabzor. Mashina yo'nalishi bo'yicha, avto yo'nalishi bo'yicha. Keyin undan keyin Andijonlik, ya'ni Paxtabodda 16 yo 14 yoshda boshlagan shu bola. Shu bola ham Rossiyada ishlab, qiynalib, shu Rossiyadan ota-onam shu yerda ishlasin, yonimda bo'lsin, O'zbekistonda ishlasin deb qiynalib harakat qilgan Vodiy Abzor degan bola. Odiyasi Muhammad Sodiq akamiz. Muhammad Sodiq hozir 21 yo 22 yoshda. Mana shu bola ham hozir Instagramda ham 1 million 200 mingdan 1 million 400 ming obunachisi bor. YouTube'da ham 1 milliondan oshiq obunachisi bor. TikTok'da ham 500 mingga yaqin bo'lsa kerak. TikTok'da ham umumiy aytganda bir 3 milliondan oshiq obunachisi bor shu bola. Shu bola mana eng haligi nima deydi? Ota-onam uchun harakat qilib, akasi, qarindoshlari harakat qilib, alhamdulillah normalniy pul topadi to'g'risi. Mendan ko'p pul topadi, to'g'risini aytib bering. Mendan qimmat mashinada yuradi. Mendan alhamdulillah deyman, shu bolani xursand bo'laman. Lekin qilgan mehnatimi natijasi shu bo'ladi misol uchun. U bor. Keyin mana bizda kurslarimda o'qib chiqqandan Chotki TV jamoasi bor. Chotki TV jamoasi. Chotki TV butun O'zbekiston taniydi Chotki TV. Chotki TV taniydiganlar bo'lsalaring like qo'yib, taniyman deb yozib qo'ying. Kimdir ko'rganmi shu Chotki TVda? Chotki TVda asl egasi ekrandagi Abdurahmon aka, menimcha adashmayotgan bo'lsam, aka bas orqa tomonda ikkita Xurshidjon degan bola bor, Jamshid bilan. Ular asha Chotki TVda egalari bo'lishadi. Ular prodyuserlar bo'lishadi, juda kuchli bolalar. Bizda kursimizda o'sha bir qismini monetizatsiya o'qish uchun va qaysidir ilmlarni kursimizda o'qib ketishgan shu bolalar. Ikkinchi mavzuga o'tsak bo'lmasam, bitta reklamangiz qancha turadi? Xo'p, bizni reklamaga biz to'siq qo'ymaganmiz. Bepulga ham reklama olgan joylarimiz bor. Hozirga ham bepulga olib yuramiz vaqt soati kelganda. Maksimum 3 ming $4,000 gacha, eng qimmat tarifimiz 20 ming $gacha bor. Ha, oylik shartnoma. Yillik shartnomalar. Yillik shartnomami? Oylik shartnomalar bor. Eng kami 1,5 mingdan, misol uchun 3 ming $gacha bor. 1,5 mingdan 3 ming $gacha. Bir oy davomida nechta video bo'ladi shunda? Instagram, YouTube, TikTok, yana Endi uni videoda ideyasiga talab qilib, misol uchun prosta shunchaki video qilib bering, arzonroq bo'ladi. Yo'q, bizga ideya qilib bering. Ideya deganda biz bir seriozniy variantda olamiz, bir bachkanaroq variantda olamiz. Keyin qiziqarli qandaydir shou varianti qilamiz, nimadir o'ylab topib, nimadir qilib chiqamiz, o'sha variantga qarab. Odamning ideyasiga, talabiga qarab turib, hali ruslarda gapi bor. Любой ваш каприз за ваши деньги deydi ruslar. O'zingizni pulingizga любой injiqligingizni ko'taraveramiz. Ko'p blogerlar, keyingi savolga o'tamiz. Ko'p blogerlar yolg'onlarni olib chiqishadi. Masalan, videoda ichida yolg'on gaplar ketib qoladi. Shularga fikringiz qanaqa sizni? Siz shogirdlar ichida ham bormi shunaqasi? Yo'q. Bizni qadriyatimizda yolg'on yo'q. Biz yolg'on aralashmaslikka harakat qilamiz maksimal darajada. Lekin ko'p odam meni ham kommentariyada sen yolg'on gapiryapsan, uqlayapsan deysiz. Biz asosan reklamaga borgan paytimizda biz bizga reklama berayotgan insonning so'zlari, savolidan kelib chiqamiz. Kechagina bo'lgan voqea, afsus qilaman bunaqa bo'lib qolganiga, biz bitta joyda bitta inson aka bitta ixtiro qilganda, u insonni 400 ming so'm, 500 ming so'm puli bor ekan, o'shunda yonida pul yo'q ekanmi? Dedi aka pul kerak emas dedik. Biz shuni bepulga qilib beraveramiz aka dedik. Video yaxshi mavzu edi, yangilik mavzu edi. Keyin yarasha muhokamabob mavzu bo'lganligi uchun no biznes loyiha qani yuradimi yo'qmi bilmayman, uni ichiga kirib ko'rmaganman. Akaning so'zlariga men u akaga o'zim shu biznesni qilganimda
qanday bo'lardi, nima qilardim, qanaqa savollarni berardim, berib chiqardim. Video kanalingizda turibdi. Ha, video kanalimiz. Obunachilar, Oybek Qosimov kanaliga o'tib oladigan bo'lsanglar, nima haqida edi video? U videomiz shu plastmassadan granul ishlab chiqarish videosi. Plastmassadan granul ishlab chiqarish biznesi. Oybek akamiz nima haqida gapirayotganini endi Oybek akamiz kanaliga o'tib turib videoda ko'rsanglar, bu batafsil ma'lumotni o'sha videoda ko'rsanglar ham bilasizlar. Shu videoda qo'yganmiz, videodan bir sim pul olmaganman. Yaxshi mavzu, yeydigan mavzu bo'lganligi uchun muhokama mavzuga qo'yganman. Lekin afsuski tojikistonlik bir akamiz telefon qilib kecha menga rosa meni so'kdilar. Nima dedi? San reklama qilgan yolg'on, 100% yolg'on, hammasi yolg'on. U unaqa biznes loyiha bas ekan. O'qimaganda men nima, aka to'xtab turing, shoshilmang dedim. Nimasi yolg'on? Men nimani yolg'on gapiraman? Bergan savolim yolg'onmi yo chiqargan videom yolg'onmi? Chiqargan videom yolg'on. U yolg'onni u inson, men savol beraman u insonga. Men 2000 mi, 3000 mi, 5000 dollar pul topsa bo'ladi deyman. Xo'p, topsa bo'ladi desam, ha, topsa bo'ladi u inson. Topyapsizmi desam, ha, mana o'zi ishlab chiqar ekan, haqiqatan o'zi ishlab chiqar ekan, sexiga borgan. Mana mahsulotni olib chiqaryapman dedi. Men yerda drabilka qilyapman dedi. Men yerda mana sotyapman. 6000 so'mdan, 1000 so'mdan olgan mahsulotni qayta ishlab 6000 dan sotyapman dedi. 5000 foyda. Ha, 5000 so'm foyda, 5000 mi, yana xarajatlarga hisoblaganda 3000 mi, 4000 so'm foydasi bor dedi. U inson bor degan bu foydani men bor. Endi men uni bu haqiqatdan shuni chiqaradimi deb, men u bilan bir hafta o'sha yerda ishlab, bir hafta bir oy yashab, ishlab ko'rib, keyin uni yolg'on yo rostligini aytolmayman. Ma'lumot beruvchi u. Ha, u ma'lumot beruvchi egasi bo'ladi. Men uni sen to'g'ri gapiryapsan. Men har doim aytayotgan, aka yolg'on gapirsan, harom nimaga siz ham o'zingiz javob berasiz. Oxiratda ham bu dunyoda ham o'zingiz javob berasiz. Shuning uchun imkon boricha aka o'shanda aytganman, stanokda pulini aytasizmi desam, yo'q, stanokda pulini aytmaydi dedi. Stanokda pulini aytmaymiz dedi, bo'ldi, aytmaymiz dedik. Sabab aytsam yo yolg'on yo harom bo'lib qolmasin deb stanokda pulini aytishdan qochdik, lekin biznesda qancha pul topishligini u insondan so'rab olganman. U insonning so'zlari bilan men so'zlarni gapirishganman. O'sha yerda meni ham yolg'onchiga chiqarishgan. Do'stlar, e'tibor qilib, men o'shani ham aytaman, har bitta inson biz faqat yoritib beramiz xolos. Har bitta inson o'zini aqlidan, tafakkuridan, olgan ilmidan kelib chiqib turib, keyin xulosa chiqaradi. Menga alam qilgani, haligi reklama qilasiz, u tomon bir tiyin pul bermagan. Bu ham aka ham telefon qilishdan oldin unga nech pul berdingiz desam, u ham aytgisi kelmayapti. Aka ayting, nech pul berdingiz dedim. Desam 20 million tovarim turibdi. Shu 20 millionning ichida shu 2 million so'm bizga ham orttirib berishganda biz ham xursand bo'lib qolardik haligi. Alam qilmaydi-da odam chiqib so'ksa. Uka rahmat, sizni qora qalam shu an topdim. Shu 2 million so'm siz ham olib olingmi? Choy chaqish, bola chaqaga ishlatasiz. Siz orqali shunday foyda dedim. Bironta odam hali shuncha foyda qilib menga telefon qilib bir tiyin pul bermagan. Lekin problema bo'lganda telefon qilib meni eslashadi. Oybek bo'lmasam keyingi savolga o'tsak, noldan blogerlikni boshlasa, maksimum qanchada daromadga kirsa bo'ladi? Oldingi Rossiya ishlagan paytda birinchi shogirdim 10 kunda kirgandi. 10 kun. Menga 50 dollar berib o'rganib ketgan. 10 kunda 100 dollar pul topgan. 10 kunda 100 dollar topgan. Hozir unaqa bo'lmay qoldi. Hozir misol uchun agar o'zbek kontentida savdo sotiq bilan harakat qiladigan bo'lsa, bir oyda pulga kirsa bo'ladi. Endi Alloh alam, oldin biz ko'proq har doim bu savolga tayanamiz. Pul topish kerak paytda ota-onasi bilan munosabati bog'liq. Aka-ukalar bilan munosabati bog'liq. Ota-onasi bilan munosabati yaxshi bo'lsa, balkim 20 kunda ham pulga kiradi. Shu mavzuga ham qiziq. Sizni blogerlik boshlayotganingizda ota-onangiz qarshilik qilishi, atrofdan bosim bo'lishi, qarindosh urug', qo'ni-qo'shni tanishlar ustingizdan kulishi, shunaqa holatlar bo'lganmi? Ha, bo'lgan. Agar uyalmasangiz bitta narsani tushunib olinglar, bloger bo'lib boshlayotgan odamni hamma ustidan kuladi. Sinfdosh kuladi ustidan, o'rtoqlar ustidan kuladi, aka-ukalar ustidan kuladi. Gohi joylarda ko'rganmizki, hattoki ota-onasi ham o'z tug'ib katta qilgan ota-onasi ham blogerlik boshlayotgan ustidan kulgan. Lekin o'sha bolalar 1 yilga bormay, alhamdulillah, to'g'risi ota-onasini umriga jo'natgandan keyin hozir faxrlanib o'g'lim bloger deyshadi. O'shuning uchun blogerlik boshlayotgan insonlar tushuninglar, hammani boshida ustidan kulishadi. Meni ham ustimdan o'rtoqlarim kulgan. Yana zo'r aytaymi? Hozir hamma o'rtoqlarim bloger. Men bloger basman degani ham chiqib olib, nimadir reklama qilib o'zini mahsulotini Instagramga qo'yyapti. Axir bu bloger basmi nima?
Sen bloger bassan deyman, nimaga o'zing qo'yasan? Men blogerlik qilganim, mahsulotimni sotyapman xolos edi. Aslida o'zi blogerlikning faoliyatlaridan turlaridan bittasi o'z biznesini yurgizib turib, ya'ni ommaga tanitish. O'shuning uchun hammada bo'ladi. Bizda ham bo'lgan. Men ota-onam nima kulmagan-u, ota-onam doim podдержка qilishgan, lekin boshlayotgan paytda hattoki ayolim, do'stlarim, o'rtoqlarim hamma ustidan kulgan. Hamma meni qaytarishga harakat qilishgan. Boshlaganingizda. Yig'ishlar, zavodga ishga kir, undan ko'ra qilayotgan ishing bo'lmaydi. Hammaga kulgi bo'lyapsan, shunaqa. Hozir 1 million odamingiz bor YouTube'da. YouTube'da hozir 1,31 million shunaqa obunachi. Instagramda Instagramda bitta sahifamizda 651 mingta, bittasida 116 mingta. aytib ketasizmi? Birato'la ishonchli dangal bo'lish kerak edi. Soqqali ishlarda qancha? Instagramda soqqali ishlar deb yozilgan. U chista reklama, toza reklama, bachkana reklama ham bor, seriyozniy reklama. Reklamaning вообще turi bor to'g'risi. O'tdagi Oybek, hozirgi batda o'tirgan Oybek emas. O'tda aktyor obraz, o'tda g'ir jinni to'g'risi. Maqsad aytishadi o'sha. Unda 600 endi jinnini hayot shunaqa. Odamlarga yetkazib berish kerak edi, nima qilib bo'lsa ham. Tentakni tajribasi degan kitob bor. Ustozimizda o'sha gaplari bor. Ozgina jinnini yoqib olsang hammaga yoqasan. Ozgina jinnini yoqib oldim, 651 ming obunachi qildim 3 yilda. Jicha aqllilik qildim, 6 yilda 115 ming obunachi, 16 ming obunachi yedim xolos. Ya'ni boshqa Oybek Qosimov degan sahifam bor. O'tda hozirgi shu yerda o'tirgan Oybek o'tda ham nima qiladi, suhbat qiladi. O'tda shogirdim bilan mashinada yurganimizda suhbat qilib ketgan suhbatlarimizda shogirdim kesib qo'yib ketadi. O'tda haqiqiy Oybek Qosimov o'sha bo'ladi. Haqiqiyda 116 ming obunachi. Originalda. Endi daromadga keladigan bo'lsak, siz hammasini aytib o'tirmaymiz. O'rtacha 1 oylik eng ko'p topgan daromadingiz qancha bo'lgan shu ish faoliyatingiz davomida? Qachon boshlagansiz bu faoliyatni? Aynan blogerlik sohasiga kirganimga 14 yil, bu yil 15-yil bo'lyapti. 15-yil? 15 yil bo'ldi. YouTube'ga kirganimga 15 yil bo'ldi. 2012-13 boshlagan ekansizda. Ha, o'shdan 2012-yil boshlanganman. Menimcha O'zbekistondagi birinchi blogerlardan bo'lsangiz kerak. Yo'q, men birinchi bo'lmagan, mendan ham avval blogerlar chiqqan, prosta keyin o'sha pashta hammamiz 1 yilda chiqishni boshlaganmiz. O'zingizni yo'nalishingiz, biznes yo'nalishingiz. Biznes yo'nalishimda mendan oldin bitta ikkita qo'qonlik o'rtoqlar bor edi. Ular ham men bilan birga teng chiqishganda, Karam kanal degan kanal bor edi. Kim eslaydi o'sha kanalda, hozir ham bor o'sha kanal. O'sha kanal hozir ham bor, o'lib ham intervyu bergandim. Ular prosta ikkita sherik bo'lgani uchun ular faoliyat to'xtatib yuborishdi. Ulardan keyin meni faoliyatim davom ettirib ketdi. Endi meni ham biznes sohasidagi kanalim asosiy maqsadi bo'lgani bu o'zimning mahsulotimni sotish bo'lgan. O'zingizda qanaqa mahsulot bo'lgan? Ben ishlab chiqarishimiz bor edi. Bizni har xil turdagi stanoklarda o'zim yasardim. Men keyin jamoam bor edi. Amakam, ukam ishlardi. Rahmatli Rustam Qosimov mashhur bloger bo'lib ketgan. Hozirgi paytda Farhod O'z degan nomli YouTube'da kanali bor. U ham bloger bo'lib ketdi hozir. U ham meni shogirdim, birga sexda ishlaganmiz. Biz shlaka blok stanok, xomg'ish stanoklarini, ko'mir briket, qo'lbola stanoklarni yasab sotardik. Stanok yasab sotardinglar. Qayerlarga chiqarardinglar? Butun O'zbekiston bo'yicha sotganmiz, Qirg'izistonga ham sotganmiz, Qozog'istonga ham sotganmiz, Tojikistonga ham olib ketgan. Videoyingizni ko'rganman, shu stanok yasab Tojikistonga sotganmiz degan joyidan adashmasam videoyingizni. Ahli Tojikiston ham bizni rosa qo'llab-quvvatlagan. Sanjonlar sog' bo'lsin hammalarini. Birinchi videoyingiz qanaqa bo'lgan? Bu kanalga birinchi o'zi videoyim menda oldin o'ylardimki, men YouTube'da yurgizgan 2012-yil YouTube'ga kirgan paytimda hozirgi Oybek Qosimov o'z kanali 2014-yil boshlangan. Men 2 yil davomida faqat o'zbek rus auditoriyasiga ishlaganman. Hozir YouTube'da ham rus kanalim bor, biznes va o'zbekcha degan kanalim bor. O'tda 140 mingta obunachi bor rus tilida. Men o'zbeklar YouTube'da yo'q deb faqat rus tilida video qilardim. Ruschani bilasiz, Rossiyada ishlagansiz. Ha, ruschani bilaman, rus sinfda o'qiganman. Ruscha video qilardim. Endi o'zbeklar ham ko'rish kerak. Biz qilgan reklama mahsulotlarni reklama qilish maqsadida qilganmiz kanalni ochishimizda. O'sha paytda o'zbek videolarini MyTube ga, Mover.uzga qo'yardim. Ya'ni oldin 2012-yillar internet juda ham qimmat bo'lgan. Simli internetda faqat Tasix arzon bo'lardi. Qolganda o'tirganingizda simli internetda ham megabayt berilardi. O'sha 2 gigabaytni 4 gigabayt berilardi. Undan oshiq ishlatish mumkin emas edi. Qolgani pullik edi, 80 so'm, 30 so'mda shunaqa edi. 2012-yillarda. Ha, 2012-yillarda. Men Tasix kanallari bepul bo'lganligi uchun Mover.uz, MyTube degan kanallar bor. Hozir ham bor. O'sha kanallarga videolar yuklab ketganman. 2014-yilda qarasam bir 15-20 tacha video yuklanib ko'payib ketgan.
kerak deganman bitta shu o'zbek kanalini ochib qo'ysa nima bo'pti endi. Kimdir ko'rib qolar deb shu video kanalga yuklab turib 10 tacha videoni kanalga yuklab shu bilan esimdan chiqib qolgan. Bir qolib ketgan, qarasam bir kirsam 3000 4000 ta obunachi to'planib qolgan. O'zidan o'zi. Ha, o'zi. Qaramagansan. Yo'q, umuman prosta qarab tashlab ketgandi xolos kanal. Keyin kirgansiz 3000 ta odam bo'lgan. 3000 ta odam tayyor bo'lgan. Mavzudan chetlashmaylik. Sizni daromadingizga kelsak, qolib ketyapti shu. Bir oylik daromadingiz, shu ish faoliyatingiz davomida eng ko'p qancha bo'lgan? Eng ko'pi bir pochkadan ko'p bo'lgan. 10 mingdan ko'p bo'lgan. Ha. Eng ko'p topganingiz 10 mingdan ko'p bo'lgan. Endi bir pochkadan ko'p degani aqdiy raqamni o'zidan qo'shib o'ylaydi. Ha, yana bu yog'i ham sir deng. Ha, u yog'i ham sir to'g'risi. Aha. Xo'p, qarang, 0 dan 10 ming obunachiga yiqqunizcha qiyin bo'lganmi, oson bo'lganmi? Obunachini birinchisi 10 mingtasi qiyin deyshadi. Birinchi eng qiyini mingtasi. Keyingi 10 mingta, keyin 100 ming. 100 mingdan keyin 1 milliongacha men o'rtada faqat 3 yilmi, taxminan 3 yil, 4 yil umuman blogerlik yurgizmay qo'yganman. Ya'ni yurgizganman asosiy ta'limga, ilmga berilib ketganligim uchun reklama sohasida, bloger sohasida bitta ikkita video bir oyda bir chiqarib qo'yardim. Qolganiga shu o'zimni faqat darsliklarimni, dars olgan ilmlarimni bo'lishib ketardim. Unda endi unaqa dars eganda odamlarga jinnilik qilsang yoqadi. Aql o'rgatsang yoqmaydi. Nimaga shunaqa? Bilmayman. Hayot qonuni. Hayot qonuni. Odamlarga foydali narsani gapirsang yoqmaydi, foydasiz narsani ko'rsatsang yoqadi. Foydali narsani 4 yil davomida ko'rsatdim, gapirdim, obunachi qo'shilmadi. Qo'shilgan bo'lsa bir 100 mingta, 50 mingta yiliga qo'shildi. Ozgina jinnini yoqib oldim, shu yilda 500 mingta obunachi qo'shildi. Rivojlanish o'sdi anchagina. Prosta jinnilik yoqib olganim uchun. Aha. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, target qilmasdan o'ssa bo'ladimi? Masalan, biznesmenlar o'z tovarini target yoqmasdan sotsa bo'ladimi? SMM olish kerak, mobilograf olish kerak, chiqim ko'p. Endi o'sha narsani rasxod qilmasdan qilishning iloji bormi? Siz blogersiz, shuning uchun sizdan so'rayapman. Bor. Biznesmen tadbirkorlar tezda ishini Instagramda boshlab rivojlantirib olsa bo'ladi. Base target bir so'm pul sarflamasdan, buning uchun jiddiy shu blogerlik sohasida ilmi bor insondan 1 soatmi 3 soatmi dars olish kerak. Boshlang'ich yo'nalish bo'lish kerak. Boshlang'ich yo'nalish bo'lish kerak. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, chimchi so'sang qassob so'yadi. Albatta. Meni o'zimning shogirdlarim bor, kelishadi. O'zini 50 mingta obunachisi bo'lgan. YouTube'da ham, Instagram'da ham kelgan. Mana 6 soatlik darsimni, 1 kunlik darsimni sotib olgan. Undan keyin uchgan. Nimaga? Hamma narsani to'g'ri qilishni boshlaydi. To'g'ri video oladi, to'g'ri rang tanlaydi, chiroqli e'tiboriga qaratishni boshlaydi, huklarni to'g'ri qilishni boshlaydi. Odamlarni qiziqtiradigan mavzular nimaligini tushunib oladi. Videolarni aksariyat juda ko'p million oldin 50 mingta obunachi chiqquncha bironta video 1 million prosmotr bo'lmagan. Meni darsimdan ekan, alhamdulillah, уже har 5-6 videosi 1 million prosmotr bo'lishni boshlagan. Shogirdlaringiz. Shogirdlarda. O'shuning uchun endi bu biznesmen tadbirkorlarga qiziq bo'lsa. Yo'q, men pul to'lab hech qayerda o'qimayman. Men o'zim bilganimni qilaman. Internetda ham yo'q bepul bor deganlarga unda ham qilsa bo'ladi, faqat qiyin. Chunki noto'g'ri video qo'yadi, noto'g'ri rakurs tanlaydi, o'ylaydi, ham oddiygina nima endi bunday telefonni olib, bunday gapirib qo'yib qo'ysam ketaveradi. Yo'q, o'sha mundek telefon olishda, gapirishda ham o'zining qonun qoidalari bor. Albatta. Har bir sekundli, har bir gapli qonun qoidalari bor. Bu endi 14 yil davomida tajriba bu narsani. Keyin bu mana hozirgi ko'rayotgan tajriba bu faqat meni tajribam emas. Meni shogirdlarim ham tajribasi. Biz o'sha 100 mingtadan oshiq obunachi bor shogirdlar bilan bir oyda bir to'planib turamiz, networking qilamiz, maslahat qilamiz. Har bitta bolamiz shunaqa ochiqki, o'zining muvaffaqiyatini o'zida zo'r effekt bergan oddiygina bitta insightni shuni gapirib o'tib ketaveradi. To'planganinglarda. Hammasi to'plangan to'g'risi. Bu faqat shuncha meni tajribam emas, hamma shogirdlarim tajribasini biz bir-birimizni birlashtirib, yana ham kuchayamiz. 1+1 11 degan narsani biz ishlashga harakat qilamiz. Hozir o'sha 10 ta shogirdingiz orasiga qo'shilishni iloji bormi? Agar kimdir blogerlik qilmoqchi bo'lsa, sizni shu shogirdlaringiz qatorida, sizlarda ziyofatlarga qo'shilsa, sizlar bilan birga ilm almashsa, shunaqa holatlar iloji bormi? Biz qo'shamiz. Uning uchun bizni nimamizda, qonun qoidamizda bizni kursimizni o'qib chiqqan bo'lish kerak. Bizni kursimizni o'qib chiqqandan keyin qadriyat birlashadi. Kursimizni o'qib chiqqandan keyin 100 mingdan oshiq obunachi yig'ish kerak. 100 mingta obunachi qilish uchun aytilgan vazifani bajarish kerak. Aytilgan vazifani bajarsa 100 mingdan oshiq obunachi qiladi.
Ana undan keyin biz kurgimizga qo'shamiz. 100 mingta YouTube'da bo'lish kerak, shunaqami? YouTube'da ham, Instagram'da ham qilish kerak 100 mingtani. 100 mingta qilish kerak. Ha. Chunki u yerdagi vazifani bajarsa 100 mingta bo'lishi aniq, 100%. Chunki u yerda berilgan darsda berilgan dars kurs ochilganiga 5 yil bo'lgan. 5 yil ichida hamma shogirdlarning eng yog'li nimalarni hammasini tashlab ketgan men bu yerda. Shunchaki olib bajarsa bo'ldi. Keyingi savolga o'tsak, sizni kursingizni summasi qancha bo'ladi? 2 million so'm. 2 million so'mmi? 4 million so'mda sotganmiz, hozir 2 million so'm qilib berganmiz. Hammaga qulay bo'lsin, to'g'risi. Bu eng bu blogerlik kursim eng qimmati. Misol uchun undan arzon kursim bor. 500 ming so'mlik kursim bor, 200 ming so'mlik kursim bor. 200 ming so'mlik kurs bas bular dars bular. Bular 2 kunlik dars. Men Noldan boshlaydigan odamga 200 ming so'mlik kurs ham bo'laveradimi? Ha, biz 200 ming so'mlik 2 kunlik dars zapisini beramiz. U yerda niyat qo'yish. Ya'ni maqsad qo'yish dars, ha. Ko'p odam keladi, blogerlik qilib pul topmoqchiman, ish qilmoqchiman deyman. Xo'p, qaysi sohada qilmoqchisan? Qanday qilib? Savdo sotiq qilib biznes blogerlik ochmoqchimisan? Yo bizga o'xshab reklama sohasidami yoki Amerika yo'n kontent yo'nalishida qilmoqchimisan? Qaysi sohada qilmoqchisan desam, bilmayman, o'qigim kelyapti deyman. O'shanda men aytaman, 2 million so'm yo mana VIP tarifimga to'lov qilaman desam, yo'q, to'xta, qilma deyman. Kerak emas deyman. Bor 200 ming so'm darsni sotib ol. Oldin harakat qil. 200 ming darsim o't 2 kunlik 200 ming so'm pul 1 kilo go'sht puli hisobda 1,5 kilo 1 kilodan choshila go'sht puli. O'qib chiq. Niyatlaringni yozib chiq, maqsadlaringni yozib chiq. Foyda bersa, ana undan keyin uje meni kursimga qo'shil. Foyda bermasa, ashetda o'zi 200 ming so'm pul yo'qotasan. 2 million so'm qattayu 200 ming so'm qatta. 1 million 800 ming so'm foydada chiqasan o'sha kursni o'qib chiqsangdan. Agar foyda bermasa. Bu bor narsa. Chunki u kursga kirgan 10 ta odamdan kamida bitta ikkitasi bizning kursimizga o'tmaydi. 7 ta, 6 ta, 8 tasi keyingi etapga o'tadi. Biz obunachilarimizga, vatandoshlarimizga shu VIP tarifingiz narxini tushib berasizmi? Yo'q, VIP tarif narxini tushib beraman. U shaxsiy ishlaydigan odam, u bilan men alohida kelishim uchun. Ha, bitta odam bilan demak shaxsiy ishlanadi. Qanaqa kamchilik bo'lsa hammasi qilinadi, shunaqa. VIP tarifda men o'zim nima deydi, boshqacha qilib aytganda, meni kuzatuvimda bo'ladi. Menga любой moment telefon qilib tushunmagan joyini qilib beradi. Hayotiy muammosini ham hal qilib ketishi mumkin bo'ladi. Hatto kamlari bo'lsa, shu blogerlikda, videoda ichida hamma faqat blogerlik emas. Blogerlikda yurish uchun faqat blogerlikda bo'lsa orqa tomonda ota-onasi bor, qarindoshi, urug', siyla, rahm degan narsalar bor. O'sha narsalarda amalni bajarsa keyin bu tomonga o'tadi. Keyin bag'da ish yurishadi. Gohi shogirdlarim bilan kiraman, keladi. Mehnatda, videoda, darslikda aytilgan hamma narsani qilgan. U video million prosmotr bo'lishi shart-da uni. Lekin umuman prosmotr bo'lmayapti. Aytdim, nimaga to'xta, nimaga hamma aytilgan narsa bor video. Qanday bu million prosmotr olganmiz-da? Shogirdim bilan surishtirib, sekin endi sirazi betiga aytmaysiz, sekin u yoqdan bu yoqdan olib gap tugalib olib kelsangiz, ota-ona bilan munosabat yaxshimi bu desangiz, yo'q, shu nimadir jichaligi, tushunmovchilik bo'lib qolgan. Onani, otani xafa qilib qo'ygan. norozichilik bo'lgan. Ha, norozichilik qilib qo'ygan. Men aytdim, boshiga bitta urib turib, so'kasiz endi ustoz bo'lgandan keyin tire deysiz, yig'ishtirdi blogerlikni. Oldin borib, otangni oyog'ini yuvib, o'pib, duolarini olib keyin bu ishni qil. Haligi eng zo'r videoda eng sifatli narsani qilgansan-ku, lekin eng asosiy ishni qilmagansan deyman. Shuning uchun bog'liqlik juda ko'p. VIP tarifda faqat individualni ishlaydiganlarni olaman. Uni narxini tushib bera olmayman. O'zi $600 qilganman xolos. Uncha qimmatlanma narsa. Misol uchun boshqa Toshkentdagi blogerlarning bitta kursini o'zi $1000 sotishadi. VIP tarif emas, prosta kursda. Menda maqsad imingni pulga urg'u bermaganman. Ha, daromad qo'yganman. Hammaning nafsi bor, hammaning bola chaqasi bor. Ketgan vaqtga yarasha natija olishni xohlaydi. Lekin men 2000 yo 4000, $5000 qo'yganim yo'q. Dostupniy bo'lib, o'sha bola kelib, ihsonini qilib, ota-onasining duosini olib yursa, inshaalloh rizqim Alloh lubohidan menga chiroyli qilib beradi. Siz bilan birga yurib blogerlik qilsa-chi, masalan, siz boradigan joylarga siz bilan borsa, komandangizga qo'shilish iloji bormi? Unda men hammani ham olavermayman. Chunki mashinamda o'zi 3 kishi yo 4 kishi yuramiz, to'g'risi. Hozir men bitta shogirdim bilan birga yurib biz. Har doim olavermayman. Olganimda ko'pincha uzoq bilan 3 oyga olaman. 3 oyga. 3 oyga olaman. Uni taxminan 12 million, 13 millionga olaman. Yoxud 15 millionga olaman. Talabim ko'proq shu meni Farg'onada yashash kerak. Farg'onada yashasa, ertalab turib men bilan biron joyga reklamaga syomka chiqib ketadi.
ertalab turib men bilan birga bo'lish kerak. Haftada hech bo'lmasa kamida 3 kun men bilan birga bo'lish kerak bo'ladi. Majburiyati bor. Ana shunda men natijaga olib chiqib beraman. O'shunda ham qanaqa natijaga qarab turib. Kimdir yo'q, men tezda pulga kirmoqchiman. Sразу pulga kirmoqchiman desa, bir hafta 10 kun ichida vazifani bajarsa, sразу savdo sotiq qilib orqali internet orqali savdo sotiq qilib o'sha pulga kirib ketadi. Yo'q, reklama sohasida yurmoqchi bo'lsa, reklama sohasida uzoqroq bo'ladi. 1 oy, 3 oy vaqt ketib qoladi. Auditoriya yig'ish, kanal auditoriya yig'ish kerak, tanilish. videoda million prosmotr qiladigan video yurgizish kerak, misol uchun. Buni har doim olavermayman, chunki u vaqt talab qiladi, e'tibor talab qiladi. Vaziyatga qarab ekan demak. U borganimda misol uchun unga men qaratishim kerak, unga ham alohida o'zim bitta joyga syomkaga borsam 1 soat vaqt ajratsam, unga ham qo'shimcha 1 soat vaqt ajratishim kerak. O'shani hisobiga olaman-u ko'p bas, har doim ham bas keyin. Individualnilar demak kam. Kam, to'g'risi. Keyingi savolga o'tsak bo'lmasam, siz eng ko'p ishlaydigan reklamachilar kimlar? Kontenetchilarmi, pena-blogchilarmi, hukmronchilarmi? Qanaqa soha? Xo'p. O'zi eng ko'p reklama Vodiyda. Chunki Vodiy ikkinchi Xitoy deb aytishgan bu haqiqat. To'g'ri tushundinglar. Albatta rivojlanish o'ta baland Vodiyda. Undan keyin Toshkent, keyin Samarqand, keyin boshqa viloyatlarga sochilgan. Misol uchun bizda reklamachi bo'lim olgan konteyner tomchilar bor. Asaka shahri konteyner tomchilar shahri to'g'risi. Mana Andijon mebel ishlar. Oshxona mebelda eng zo'rlari Andijon desam bo'ladi. Do'stlar, любой odamga nima qiladi? Oshxona mebelda zo'rlari, boshqa mebel turlari ham zo'rlari Andijonda. Bemalol Andijonga kirib, yangi ochilgan Andijon bozoriga kirib ko'ringlar. Narxi ham past, nimaga boshqalarga nisbatan, sifati ham zo'r. Bo'lmaydi u bu deganlar. Yevropadagi eng zo'r mebelni ham Andijondan to'g'ri zo'rini topadi. Men javob beraman, chunki bu yerda 20 yil, 30 yil tajribalar bor. Albatta. Biz Samarqandga borganimizda bizga oshxona mebelga reklama tushdi. Samarqanddan tushdi reklama. Men aytdim, o'qitdim, Samarqandlar ham oshxona mebel ustalari bor ekan-da. Ikkita tushgan. Ikkoviga borsak, aka men ham andijonliman deyapti. Nima qilyapsiz desam, Samarqandda mebel reklamasi ko'payib ketganligini shu yoqqa ko'chib kelganman. Hozir 4 yildan shu yerda yashayapman. Andijonda raqobat katta-da. Andijonda raqobat katta, Samarqandda talab ko'p. Premium klassi mebellar ishlab chiqadigan bo'lar ekan, u Samarqandda reklamasi ko'payib ketdi. Endi konteyner tomchilar Andijon. Mebelchilar Andijon. Darvozachilar bor. Darvozachilar bu nima? Namangan. Namanganliklar. Misol uchun Namanganliklar ya misol uchun boshqa shaharliklar men zo'r darvozani yasayman, u yasayman deydi. To'g'ri bo'lishi mumkin. Bor, misol uchun Bag'dodda ham mana Bag'dod tomonda ham zo'r darvozachilar bilaman. Chotki o'zim shogirdlarim ham bor darvozachilar. Lekin boshqa viloyatlarga nisbatan eng ko'p sifatli darvozalar Namanganda. Eng vibri ko'p ustalar ham o'sha yerda. Vibri ko'p ham Namanganda to'g'risi. Bu shunaqa qilib bo'linib ketgan boshqa misol uchun hozir mana naves tomchilar Bag'dod. Bag'dod naves tomchilar. Bag'dod. Ishlab chiqarish stanoklari mini bizneslarga, ya'ni pena blok, gaza blok ishlab chiqarish, ya'ni har xil turga mini nimalarda yo'q. Bu ko'proq Namanganda nimasi? Qo'g'ay qishlog'i. Qo'g'ay qishloqlar bo'lsa, biz yerda biz like qo'yib qo'yinglar do'stlar. Men mana shu qishloqqa borsam qoyil qolaman. Qishloq, u qishloqqa borguncha men globusdan chiqib ketsam kerak deyman. Shunaqa ham uzoq bizdan to'g'risi. Qirg'iziston chegarasida joylashgan. Rosa chekka qishloq, shahar bos, to'g'ri chekka qishloq. Lekin mana shu qishloqda bolalari shunaqa aktivki, hammasi stanok yasaydi. Hammasi bir-biridan o'zarga stanok yasaydi, narxni ham tushirishadi, u ham mayli. Termo panel, gazoblok, pena blok ishlab chiqarish, yana tomga pena quyish stanoklari hammasi o'shdan chiqadi. Mana shu bolalarga qo'yib qolaman to'g'risi. Namanganliklarga. Namanganlik aynan Qo'g'ay qishlog'i to'g'risi. Hurmatli obunachilar, videomiz yoqayotgan bo'lsa, blogerlikda niyat qilgan obunachilarimiz bo'lsa yoki qachondir shunaqa blogerlik qilaman, o'zim ishimni shaxsiy brend qilib, Pony, Instagram, YouTube qilib yurgizaman degan obunachilarimiz bo'lsa, kommentariyada qayerdanligilarni yozib ketinglar. Oybek Qosimovni taniganlar bo'lsa, like-ni bosinglar, tanimaganlar bo'lsa, Oybek Qosimov kanaliga, YouTube'ga, Instagramga yozsanglar. Instagramda nima deb chiqadi? Instagramda soqqal ishlatsalar, reklama sohasi Oybek Qosimov desalaring, pastki chiziqcha bilan mana shu yerda o'tirgan Oybek Qosimovni ko'rasizlar. Ikkita profili bor Instagramda, soqqal ishlar desanglar, Oybek akamizni profillari kelib chiqadi. Agar YouTube'ga yozadigan bo'lsanglar, Oybek Qosimov deb Oybek akamiz shu ish faoliyati, qilgan reklamalari, qilgan videolari kelib chiqadi. Bittadan like-ni bosinglar, Qudratilla o'z kanaliga podpiska qilib qo'ysanglar, xudo xolasa Oybek akamiz bilan yana qachondir intervyu qilish nasib qilsa, kanalimizga qo'yib boramiz. Video manfaatli bo'layotgan bo'lsa, like-ni bosinglar, kanalga podpiska qilinglar. Keyingi savolga o'tamiz bo'lmasam,
Oybek aka, siz qayerlarga borib reklama qilgansiz? O'zbekistonda 12 viloyatga borganingiz aniq. Yana qayerlarga borgansiz? Chetga ham chiqqanmisiz? Saudiyaga bordingiz. Endi Saudiyada umra reklamalarni qilganmiz. Asosan reklamalarimiz O'zbekiston bo'lgan, to'g'risi. O'zbekiston. Biz O'zbekistonga moslashib ko'proq harakat qilamiz, chetdan reklama olmaslikka harakat qilamiz. Rossiyadan reklamalar chiqqan, lekin baribir ko'proq nimaga biz misol uchun mana shu yerda mana borsak, Andijonda bitta qora ko'zli bolaning reklamasini qilyapmiz, mebelda. Bu faqat shu O'zbekiston bo'yicha ishlaydi. Bizning reklamamiz nobodi bo'lib qolgan, shunaqa opitlar bo'lib qolgan, zo'r reklama bo'lib qolgan. Reklama shousi chiroyli bo'lib qolgani uchun Instagramda boshqa viloyatlarga o'tib ketgan reklama. Ya'ni boshqa davlatdagilar, viloyat emas, boshqa davlatdagilar buni ko'rib, like bosib, nima qilishgan. Bu Yevropa davlatlaridan. Yevropaga rek berib Yevropaga rekomendatsiyaga chiqib ketgan. U videoni biz bekitishga, o'chirishga majbur bo'lganmiz. Bo'lmasa zo'r daromad, o'sha videodan monetizatsiya daromadi zo'r kelayotgan bo'lgan. To'g'ri, nafs haligi bitta misol uchun 100 ming prosmotrga 300-400 dollar tashlab bersa yoqadi-yu, lekin keyingi kelajakdagi videolarimizga ta'sir qilish imkoni borligi uchun videoni bekitishga majbur bo'lganmiz. Sabab keyingi agar chet elliklar, Yevropaliklar bizga podpisatsiya bosib qo'ysa, biz keyin yana o'zbek tilida video qo'ysak, ular sarlavhani tushunishmaydi, nomni tushunishmaydi, videoda ularga ko'rsatilsa, ular qiziq bo'lmaydi bu video. Videoni o'tkazib yuborishgandan keyin YouTube algoritmi bu video qiziq bas ekan deb prosta rekomendatsiyadan chiqarmay qo'yadi. O'shuning uchun auditoriya tanlayotganda aynan qaysi shaharga, qaysi davlatda auditoriyasi qiziqli bo'lishi kerak. Endi monetizatsiyaga o'tsak, siz eng ko'p qancha daromad qilgansiz va hozirda qancha qilsa bo'ladi monetizatsiyadan daromadni? Shu yerda pul to'lashni. Obunachilar e'tibor beringlar, monetizatsiya, ya'ni Amerika tomonidan, YouTube platformasi tomonidan pul to'lanishi, ya'ni kontentlar uchun, prosmotr uchun pul to'lanishi. O'zbek auditoriyasida, o'zbek reklamasida hozirgi paytda hech qancha pul to'lamayapti. 1 million, 2 million prosmotrga 100 dollar, 200 dollar pul olinyapti xolos. To'g'risi. Lekin misol uchun Amerika kontent qilinadigan bo'lsa, u yerda chegarasi yo'q. Bizning tanish misol uchun shogird bolalar bor. 180 ming dollargacha pul olishgan. Oygami? Amerika kontenti. Oygami, yilgami? Oyiga. Amerika kontentini? Amerika kontenti bir oyda 180 ming dollar pul topishgan. O'shuning uchun e'tibor beringlar. Elnur degan bola bor, Instagramda chiqyapti, YouTube'da ham chiqyapti. 1 million dollar pul topdim degan, ko'p odam ishonmaydi. Yo'q. O'sha bola haqiqatan 1 million dollar pul topgan. Amerika kontent orqasidan. Amerika kontenti undan ham ko'p pul topsa bo'ladi. Faqat jamoa bo'lish kerak. Jamoa kerak. Xo'p, keyingi savolga o'tsak bo'lmasa, Oybek aka, xo'p, eng ko'p reklamangizni qaysi viloyatdan olasiz O'zbekiston bo'yicha? Asosan qayerlarda bo'lasiz? Farg'onada bo'ladimi yoki boshqa viloyatlardan? Eng ko'pi Andijon bilan Qo'qondan ko'p chiqadi. Andijon, Qo'qondan eng ko'p reklamani olasiz. Andijonda ishlab chiqar, menimcha vodiy bo'yicha eng ko'p ishlab chiqarish Andijonda bo'lsa kerak. Chunki Andijon haqiqatan ham ko'p ishlab chiqarish Andijonda. Imенно faqat mebel emas, boshqa sohalar ham juda ko'p. O'zim taniyman, shisha tolib, shiperlar ishlab chiqarish, bazalt ishlab chiqarish bor. Natijnoy patellarda ham andijonlar ko'p nima qilishadi, reklama qilishadi bizda. Gipki Kamin, Gold Euro Fasad degan kompaniyalar bor, Gipki Klinker degan kompaniyalar bor. Ammo yaqinda mana Oybek, Gold Euro Oybek degan nimani qilganmiz. Ular ham shu yerda Andijonda ko'p. Vodiyda eng ko'p reklama Andijonda, undan keyingi o'rin Namanganda va 3-o'rinda Farg'onani o'zida chiqadi. Andijon, Namangan, Farg'ona. Eng rivojlanish bo'yicha baland viloyatlar. Ishlab chiqarish ko'plar nimalari. Toshkentga borib turasizmi reklamalarga? Toshkentga ham chiqib turamiz. Bizni statistikamiz bo'yicha eng ko'p birinchi o'rinda reklama O'zbekistonda bu Vodik, ikkinchi o'rin Toshkent. Ikkinchi o'rin Toshkent. Ikkinchi o'rin Toshkentdan keyin Samarqand 3-o'rinda turadi. Reklama sohasi bo'yicha. Reklama beruvchilar sohasi. O'sha beruvchilarga sohasiga qarab turib ishlab chiqarish sohasini ko'rasiz, misol uchun. Undan keyin o'sha Buxoro boshqa viloyatlarga kiradi. Misol uchun Qashqadaryoda oldingi paytda eng ko'p reklama beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar bu Biagumus. Biagumus trenddan chiqib ketgandan keyin Kavrak biznesi reklama qilib turiladi Qashqadaryoda. Bo'ldi. Boshqa hech qanaqa ishlab chiqarish yo'q reklama. Bor, katta-katta ishlab chiqarish zavodlar bor-ku, ular aksariyat internetdan foydalanmaydi reklamasidan. Juda kamdan kam. Jonli reklama ko'p. Jonli reklama, keyin vayinchilar bor. U tomonda blogerda o'zi ham kam, to'g'risini aytib qo'yaylik.
vodiyda mana reklama sohasidagi blogerlar ko'p bo'lsa, men respublikada bemalol birinchi aytaveraman, vodiyda reklama sohasida blogerlar ko'p. O'ta ko'p. Toshkentdan ko'p. Toshkentda Vine sohasida blogerlar ko'p, to'g'risi. Sizni chiqargan shogirdlaringiz o'zi ham qancha? Mana chiqargan hozir biz o'zi jamoani o'zi bir 30 ta bola bor. 30 ta bola bor. 100 mingtadan oshiq obunasi bor. Bundan tashqari yana juda ko'p ham bor, 100 mingtadan o'tganlar. Bular kimdir kelgan, kimdir biz bilan aloqada, kimdir aloqada emas, to'g'risi. Lekin bor. Bor. Biznikilar Vine sohasida bittami ikkita bolalar bor. Aksariyat ko'pi toza reklamada yuramiz. Darsdagi sotib olganlar soni qancha? Darslikda 1100 dan oshiq odam sotib olgan. 1100 dan sotib olgan, lekin Blogerlar ulardan sohasida. necha foizi o'sha eplab ketgan, effekt qilgan? Menda darslikning ichida shaxsiy rivojlanish, pulni boshqarish bor, keyin blogerlik. Avval Blogerlik. ota-onasi bilan munosabatini yaxshilayman. Noldan tayyorlaysiz ekan, Ha. demak ham. Ota-onasi bilan munosabatini yaxshilayman. Pulni to'g'ri boshqarishni, taqsimlashni o'rgatib beraman, keyin blogerlikni o'rgataman. Keyin blogerlik oxirida. Bizni kursimizga kirgan insonlar juda ko'p bo'lgan, hattoki o'zimga bir ayol kishi Rossiyadan yozgan, blogerlik kursiga kirgan, lekin bloger bo'lmagan, kanal ochgan, vazifalar bajargan. Misol uchun 100 ta video qo'ymagan, bir 10 ta, 15 ta video qo'ygan va qaysidir ma'lum miqdordan keyin o'zi yozgan. Ustoz deydi, men sizga rahmat aytmoqchiman. Blogerlik kursingizda o'qidim, lekin dedi men bloger bo'lmadim, menga qiziq bo'lmay qoldi bu kasb. Menga pulni taqsimlash darsini sizdan sotib olganimda dedi, "Asha pulni taqsimlashni o'zi boshlaganimda men Rossiyada 10 yildan beri ishlayapman" dedi, uy olishga rosa qiynalardim. Shunchaki o'sha pulni to'g'ri taqsimlash qilib turib 1 yilda 2 ta kvartira oldim Rossiyadan dedi. Rossiyada turib 1 yillik 10 yilda olmagan, qilolmagan ishimni pulni to'g'ri taqsimlashda 1 yilda 2 ta kvartira oldim. Asha pulni taqsimlashimga o'zi ishlarim rivojlanib ketdi, qilayotgan ishim rivojlanib ketdi dedi. Baraka kirdi dedi, pulni to'g'ri taqsimlashtirganim uchun 2 ta kvartira oldim dedi. Unga rahmat deb aytganlarim ko'p. Harbiylar bor bizda. Harbiylar blogerlik qilish mumkin emas. Lekin kursimizni sotib olib, o'sha pulni taqsimlash orqali yozib bergan. Men maqsad qo'yish darsida yozgan maqsadlarim men uchun bu hayotga erishib bo'lmaydigan deganman, to'g'risi. Chunki meni topayotgan oyligimga buni yozgan maqsadlarim imkoniyati yo'q edi. 2 yil, 1 yilda 70% maqsadim amalga oshdi. O'shuning ichida $2,500 men MacBook notebook yozgandim. Meni 4 million so'm oyligimga MacBook notebook olishning imkoniyati yo'q edi. Hozir mashina oldim, uy oldim, MacBook notebookdan sizga kommentariy yozyapman, yozib berganlar bor. Shuning uchun 1100 ta odam o'qigani bilan hammasi bloger bo'lmadi. Efirlar ham qilasizmi siz? Efirlarni qilib turamiz orada. Shu 1100 tadan ma'lum miqdori bloger bo'ldi, ma'lum miqdori shaxsiy hayotda o'zi rivoj qilib yurgan ishini o'zi baraka kirgandan keyin o'zini qilib yurgan ishi yurishib ketdi, to'g'risi. Shuni hisobiga ham hamma ham bloger bo'lgan yo'q, lekin kursimiz manfaatli deb inshaalloh deb o'ylaymiz. Eng ko'p prosmotr olgan videoingiz qaysi bo'lgan shu kungacha? Instagrammi, YouTube'mi? Aytavering, qiziq yo'q. Xo'p, Instagramdagi 16 million, 17 million prosmotr olgan bitta videomiz. Fasad nima, yerga plitkani, travitin plitkani reklamamiz. YouTube'da eng ko'p prosmotr olgan videomiz bu osh tayyorlash. Osh qilish. U ham shunchaki bexosdan bitta akamiz bilan birga bo'lib qolganmiz, osh tayyorlash kerak bo'lib qolgan. O'sha vaqt bekor o'tib ketmasin deb video qilib olganman. Qiziqishga, hobbiga qilgansiz, lekin hozirga kelib qancha prosmotr urdi? 3 millionmi, 1 milliondan oshiq edi, 1 millionmi, 2 million mana shunaqa prosmotr. Aniq esingizda yo'q. 2 milliondan oshiq edi menimcha, adashmayotgan bo'lsam. Endi monetizatsiyadan topgan daromadingiz qancha? 2012-yildan beri blogerlik sohasida bo'ladigan bo'lsangiz, eng ko'p yechgan pulingiz qancha bittada bankdan? 2,5 ming dollargacha yechganman. Eng ko'p yechgansiz, lekin undan ko'p yechgan shogirdlaringiz ham bo'lsa kerak. Men monetizatsiyaga urg'u bermaganman. Shogirdlarim 6,000-7 minggacha yechgan. 6,000-7 ming yechgan, bitta yechganda. Bitta yechgan. 8 ming yo'q. 6,000-7 mingni men kichkinasini aytyapman, hali o'rtacha holini. O'rtachasini. Ko'pi bilan qancha yetsa bo'ladi? 3 pochka, 4 pochka yechganlar. Yo'q. Aytyapman, 20 ming yechganlar bormi? Ukamiz bor. Menga shogirdlik qilmagan, lekin ustoz deb nima keladi, Euro content bo'yicha bola qiladi. O'sha bola 180 ming yechgan. 180 ming yechgan. Naqd yechgan bankdan. Bankdan 180 ming dollar. Bankdagi pul yetmagan, sabr qilib turgan, yana qolgan bankdan haligi inkassator kelib pul olib bergan, hamma pulni olib chiqib ketgan. Bankda pul tugab qolganmi? 180 ming. Bankda endi kichkina, u kichik bank bo'lgan, kichik bankda uncha 180 ming dollar pul bo'lmagan ekan.
Hurmatli vatandoshlar, xudo xohlasa mana sizlarga videomiz manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Albatta blogerlik qilmoqchi bo'lsanglar, ishlab chiqarishinglar bo'lsa, shaxsiy blog yurgizmoqchi bo'lsanglar, Oybek aka, obunachilarimiz, vatandoshlarimizga gaplaringiz bormi? Video tugatsak. Qadrdonlar, biz YouTube'dan pul topish haqida gapirdik. Qaysidir gapimiz to'g'ri. Qaysidir gapimiz noto'g'ri. Men ustozim aytadi, meni gapimga ishonmanglar deydi. Meni gapimni tekshiringlar deydi. Sizlarga ham tavsiyam bizning gapimizga ishonib o'tirmanglar. Sizlarga tavsiyamiz bizning gapimizni tekshiringlar. Izlaninglar, oqtaringlar, shuncha pul topsa bo'ladimi, yo'qmi? YouTube'ga kirishda hozir foydasi bo'lmi? YouTube'ga hozir kirayotganlar uchyapti. Va hozir danimamit kirganlar bundan keyin ham uchadi. Ko'p odam o'ylaydi, yaxshi Amerika yaxshi pul berayotgan bo'lsa, yaxshi soha bo'lsa birovga o'rgatmaydi. Men kurs ochganimda o'rgatmaydi kursini, o'zi yaxshi pul topagan. Yo'q do'stlar. Men kurs ochganimda shogirdlarimga Amerikadan pul topishni o'rgatganman. Pulni men to'lamayman, meni cho'ntagimdan ketmaydi. Ya'ni u tepadan Amerikadan pul jo'natib yuborishadi. Dollarda oylik oladi, to'g'risi. Dollarda oylik oladi. To'g'ri, hozir ko'p oylik olinmayapti. Lekin vaqt soat keyin zo'r oylik olishgan. Aytyapman, 4 pochka, 5 pochka ham pul yetishgan. Bu narsa qaytishi aniq, 100% ishonaman. O'zbekistonda monetizatsiya yonadimi degan savolga javob. Yonadi. Aniq yonadi, 100%. Garantiya bilan. Nima uchun? Tayyorlash kerak. Nima uchun? Sabab bu Amerika monetizatsiya rivojlangan davlatlarda monetizatsiya hozir ham bor. Ya'ni hozir yo'q, Tojikistonda yo'q, O'zbekistonda yo'q, to'g'risi Qirg'izistonda yo'q. Oldin Qozog'istonda ham bo'lmagan monetizatsiya. Mana shu 4 ta davlat O'rta Osiyoda rivojlanmaganligi uchun monetizatsiyani o'chirib qo'ygan. Nima uchun? Reklamaga biz kirim bor, chiqim bo'lmagan bizdan. Hozir Qozog'istonda monetizatsiya yondi. Qozog'istonda monetizatsiya bor, to'g'risi. Bizda ham monetizatsiya yonadi O'zbekistonda. Bilmayman, Tojikiston, Qirg'izistonda bizdan keyin yonadi, bizdan oldin yonadi bilmayman, lekin O'zbekistonda yonishi aniq. Sabab bizga hozirgi paytda investor Xitoylar oilasi bilan ko'chib kelib yashashni boshladi. Nima uchun? Chunki O'zbekistonda pul bor. Rivojlanish bor. Katta. Turklar ko'chib kelyapti. To'g'risi, investitsiya pul tikishyapti turklar. Arablar ko'chib kelyapti. Eron ko'chib kelyapti. Juda ko'p mahsulotlar Erondan. Rossiyadan ham kelishyapti. Rossiyadan ko'chib kelishyapti, do'stlar. Endi shuncha davlatlar ko'chib kelayotgan joyda Amerikaliklar sizlarni quruq qoladi o'ylaysizlar. Quruq qolmaydi. Ular ham обязательно. Bunun ustiga bizni alhamdulillah hozirgi paytda prezidentimiz qilayotgan islohotlari to'g'risi mana o'zlaringiz komment yozinglar. 10 yil orqaga qaytaylik. 10 yil orqaga O'zbekistonda $1000 pul topish bu hozirgi paytda deb gapirishdi. Hozir $1000 pul topishsa, mingta deb peshyapti. Hozir o'zbeklar Rossiyaga bormay qo'ydi. Nima uchun? Rossiya defitsit bo'lishni boshladi o'zbeklar. Chunki o'zbek Rossiyaga borib, eng kamida $1000 pul topmasa ishlamayapti Rossiyada. $500 chetda ham pul topishyapti O'zbekistonda. Va bitta narsa, O'zbekistonda hozirgi paytda o'sha gastarbayterlar ishlayapti. Hindistondan, Pokistonliklar ishlayotganini ko'rdim. Korxonalarga biz boramiz reklamaga. Kirsak, pokistonlik ishlayapti. Nimaga pokistonlik ishlayapti? Nimaga o'zbek baz desam, chunki u pokistonlik $500 ga ishlaydi, Oybek deydi. $500 ga ertalab 8 dan 6 gacha ishlaydi deydi. Ana o'zbek akamiz deydi, kuniga 500 ming so'm topadi. $1000 dan ko'p pul topadi deydi. Bu aka 9 dan 6 gacha ishlaydi deydi. Nima uchun? Chunki bizda O'zbekistonda alhamdulillah prezidentimiz qilayotgan islohoti, biz qilayotgan strategiyalari o'zbeklarni pulini ko'paytirib yubordi. Rivojlanish oshib ketdi. O'zbekistonning VVPsi ko'tarildi jon boshiga, to'g'risi. Shuning hisobiga men aniq ishonch bildiraman, xudo xolisa bu ketishda bo'lsa, strategiyamizga ketishda bo'lsa, bizni O'zbekiston eng zo'r rivojlangan davlatlarda уже stoykasiga chiqishni boshlasak, monetizatsiya yonadi. Ana shu monetizatsiya yonganda hozirgi boshlaganlar keyin pochka pul oladi. Yana ham boyib ketadi. O'shuning uchun sizlarga ham tavsiya. Boshlang. O'xshasa, o'xshamasa boshlang. Hurmatli obunachilar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shu edi. Kanalga bittadan laykni bosinglar. Oybek Qosimov va Qudratilla o'z kanaliga o'tib podpiskani qilib qo'yinglar. Albatta hammaga foydali va manfaatli bo'ladi. Xayr obunachilar, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.